Hop, hurmatli o'quvchilar, bugungi savolimizda kompyuterimizni qanday aktivlashtiramiz, ya'ni aktivatsiya qilamiz savoliga javob beramiz. Qarang. Buning uchun bizda mana bu KMC Auto degan programma kerak. Men Telegram guruhimizga tashlab qo'ydim. Bu programmani skachat qilishimiz kerak. Birinchi navbatda skachat qildim mana. Skachat qilgan faylimizni ekranimizga, рабочий stolimizga olib olamiz mana faylimizni. Bu faylni endi biz zip mavzuni o'tgandik. Zip mavzusida buni izvilish qilishimiz kerak, ya'ni papkadan chiqarib olishimiz kerak, himoya qobig'idan chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Va buni paroli mana Telegramga tashlab qo'yilgan 1 2 3 4. Buni ochayotgan vaqtida, izvilish qilayotgan vaqtida bizdan parol so'raydi. Keling, izvilish qilib ko'ramiz. Izvilish qilamiz va WinRAR izvilish tekuji papku qilayotgan vaqtida mana parol so'raydi. Parollar 1 2 3 4 mana. Okey. Papka ko'rinishida chiqish kerak. Mana ekranimizga ichida kirganimizda mana bu o'sha aktivlashtirib beradigan Microsoft'ni dasturlarini, ya'ni Windows operating sistemani yoki Office dasturlarini aktivlashtirib berishimiz kerak bo'ladi. Kiramiz, mana ustiga 2 marta bosamiz. Registration fayliga birinchisiga. Xo'p, bunaqa oyna chiqib qolsa, podrobniy ko'proq ma'lumot va запуск ya'ni o'rnatishimiz kerak dasturimizni. O'rnatib, mana bu oynadan KMC Autoni tanlaymiz va aktivatsiya Windows ustiga 2 marta chap tugmasini bosishimiz bilan уже ключ izlab topish boshlaydi va aktivlashtirib beradi. Mana shunaqa vaqt mobaynida ba'zi kompyuterlar agar aktivatsiyaga kelib qolgan bo'lsa 5 daqiqa va undan kamroq yoki undan ko'proq vaqt olishi mumkin. Ozgina kutib turasiz. Mana bu yerda o'sha o'zini yo'lakchalarida yurib turadi, kutib turadi. Agar bundan keyin ofisingizda qanaqadir aktivlashtirish kerak bo'lsa, ya'ni Word, Excel, PowerPointlarga kirganda ham yozmay qolgan holatlarda bo'lsa, aktivatsiya Office'ni ustiga 2 marta bosishingiz bilan mana dastur uстановка qilib ключ qidirilishi boshlaydi. Mana bu yerda uстановка qilyapti. Mana uстановка qilib bergandan keyin, ya'ni aktivlashtirib bergandan keyin aktivlashtirish tugatildi mazmunida matn chiqishi kerak. Umuman olganda xuddi shu tarzda chiqarib berishi kerak. Hozir meni o'sha ofislarim yaxshi ishlayapti. Hech qanaqa aktivatsiya so'ragan yo'q edi, lekin shunda ham aktivatsiyani bosib yubordim. Qilib berish kerak edi. Ozgina vaqt kerak bo'ladi.